O'rta Osiyoning 4 eng boy multimilliarderlari. Birinchisi Alisher Usmonov, O'zbekiston. Tog' sanoati 17 milliard dollar. Ikkinchisi Vladimir Kim, Qozog'iston. Net worth 4,5 milliard dollar. Kaz Minerals kompaniyasi asoschisi va tog' sanoati. Uchinchisi Baxtiyor Fozilov, O'zbekiston. 4 milliard dollar. Ariel kompaniyasi asoschisi, tog' sanoati. To'rtinchisi Timur Kulibayev, Qozog'iston. 3 milliard dollar. Timur Kulibayev, Dinara Kulibayevaning erlari, Qozog'iston sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning kuyovlari. Net worth 3 milliard dollar. Ular shunaqa jaydari real video va kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta menga obuna bo'ling. Kuningizlar xayrli o'tsin.